Assalomu alaykum. Big Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq bo'shqi bozori. Xo'p, bugun yana baliq o'yiga chiqib ketdim. Mana Qahramonjon bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun Mingbuloqqa qarab yurdik. Mingbuloqdan ov qilib, o'sha yerda natijalar qilishga harakat qilamiz. Mingbuloqqa o'zlaring xabarlaring bor. 2 marta borganman. Yozda natijalar bo'lyapti. Sazan, ilonbosh. Bugün ham bir borib ko'raylik. Hozir sovuq tushganda qanaqa baliq olar ekan. Bugun ovdamiz qisqasi. Mana do'stlar, Qiziltepaga keldik. Yo'ldamiz hozircha mana ukam olib ketyapti. Ayta Qiziltepada ham qarmoqlar sotiladigan do'kon ochilib qolgan ekan, xabarlaring bormi? Masturlar, udishkalar. Mana bu yerda udishkalar bor ekan. Ayta chuvalcha ham sotiladimi? Chuvalcha ham bor. Mana har xil yemlar ham bor ekan. Yemlar ham bor ekan. Kartoshkalar, hamma narsa bor ekan. Chesnok qani chesnok? Agar yo'llaring tushib qolsa yoki biror narsa esdan chiqib qolgan bo'lsa, mana mana shundan olsalar ham bo'ladi. Hamma narsa bor ekan. Mana starri ribaklar ham bor ekan. Mana starri ribak ham bor ekan. Starri ribak hamma yo'q bor. Tirik cho'pdi. Kimga nima kerak bo'lsa, mana Qiziltepadagi birinchi do'kon o'ng tomondagi sanatoriyda ro'parasi. Qiziltepadan nonponimizni olib oldik. Kamchilik qolmadi endi. Mingbuloqqa ketdik. O'sha yerdan videomizni davom ettiramiz borib olib. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Yangi qadam tomonlarda tuman bor ekan. O'sha hisobni olib saharlab yo'lga chiqmanglar, chiqadiganlar bemalolroq bo'lib, yorug' tushganda chiqib ko'rasizlar. Mana Mingbuloqdagi zakinga ham kelib qoldik. Mana shunaqa joydan kirib kelinadi. Kelganlar biladi, kelmaganlar ko'rib olsa, kirib kelish mana shunaqa bo'ladi mana shu yerga. Mana shu yo'ldan kirib kelib, to'g'rida oxirida mashina qaytib oladigan joy bor. Shunday qaytib olamiz, to'g'ridagi zakin. Aytdim, zakincha bor, bitta suv kamroq. Mana yerda paxtazor. Oxiri mana shu yerda o'nadi. Keng joydan shuni qaytib olamiz. Mana mana shu yerda to'xtaladi. Oxirgi tochkasi mana shu yerda. Mana shundan qaytib olinadi. Zakinni bo'yiga kelyapmiz. Hozir suvni ko'ramiz. Fermerning oldiga kirib so'rasangiz, suv yaxshi ko'tarilgan dedi. Suv zo'r bo'lib ko'tarilibdi-yu do'stlar. Mana o'sha joy. Mana o'sha zakin. Suvni qaranglar, suv ko'tarilgan, mutniy. Suv ancha baland, oldingi kelganimdan ko'ra ancha baland suv. Mana o'sha zakinga keldim. Xudo xolasa bugun mana shu yerda o'g'imiz bo'ladi. Mana qarmoqlarni ikkitasini tashladim. Suvni usti yengil ozgina muzlab qoldi. Sal, juda yupqa. Bu xalaqit bermasa kerak, ozgina muzlagan. Bu tomonlar sovuq bo'ladi-yu, o'shaning uchunmi? Xo'p, suv ko'tarilgan, suv mutniy. So'rasa baliq tortadigan bo'lgan. Endi hozir ertamanda kelib mana qarmoqlar endi tashlayapmiz. Qarmoqlarni endi tashladik. Bittasiga chuvalcha, bittasiga non qilib tashladim. Qani natijani kutamiz. Boshladik yo'lda. O'sha yerga ham bu yerda joylarni qarayapti, o'ziga yoqadigan joylarni. Bu tomonda ham joylar serob. Bugun Qahramonjon bilan kelganman, ikkalamiz o'damiz. Boshladik xudo xolasa. Xo'p, qarmoqlar tashlab harakat qilyapmiz. Endi tortishni boshladi. Hozir kelganimizda suv usti ozgina muzlagan ekan. Hozir endi sal erib, endi mayda tortishni boshladi. O'sha men kelib o'qilib yurgan zakinda kelib suv tushadigan mana yana bitta zakin bor mana tomonda. Buni ham sizlarga ko'rsatgim keldi hozir. O'sha zakinga mana shu zakindan suv kelib tushadi. Mana zakin, shu daraxtlar orqasida zakin bor. Ashaddan suv kelib tushadi.
Agar kelib qolsalaring, bu zakinga ham tashlab ko'ringlar. Bu zakin ham normalniy zakin, 1 metr chuqurligi. Suv oqmaydi omabatda. Mana shu daraxtlar orqasida. Mana zakinni ko'ringlar endi. Daraxtlarni bariga tushib, suvni ustini shunday qoplabdi zo'r bo'lib. Hozir mana shu yerga qarmoq tashlab ko'ramiz. Bu ham o'sha men kelib o'qilayotgan zakinga borib qo'shiladigan zakin. U yerga borib turbadan o'tib qo'shiladi o'shanga. Bu tomon oqmaydi, turadi hisobda. Mana yerda qahramon ham harakat qilyapti mana. Natija nima bormi tortim? Bor. Nimaga qarayapti ko'proq? Hozir endi chuvalchanni ham tortyapti-yu. Anda chuvalchanga emas, nonga tortyapti, sariq nonga. Patlarim normalniy bo'lib qolibdi, muzda erib ketdi o'sha. Ha, yerida. U yerda ozgina bor, lekin mana qarab, tepaga qarab boqyapti, suv chapga qarab. Suvda ham ozgina движение paydo bo'lib qoldi. Ma'lum o'ynashni boshladi. Mingbuloqdagi zakinda natija bo'lmadi do'stlar. Mana kichkina zakka ham tashlab ko'rdik, kattaga ham tashlab ko'rdik. Natija bo'lmadi. Hozir 3 tomonda, 3 post tomonda yana bir ikkita joylarimiz bor, ashlarga kirib ketamiz. Qisqasi, bu zakinda yozda kelaverish kerak. Hech bo'lmaganda bahorda shu 2-oylardan boshlansa kerak bitta natijalar. Hozir suv sovib ketibdi, muzdek suv. O'shaning uchunmi qandaydir baliq yurmayapti. Mingbuloqqa endi bu yilgi kelishimizni to'xtatsak ham bo'laveradi. Natija bo'lmadi. Kelib mana ko'rib ketyapmiz. Endi bahordan kelamiz, xudo xolasa. Hozir Achchiq yo'lda oldin o'tib ketyapmiz. Achchiq yo'lda suv ko'tarilib qolibdi. Achchiq yo'lga kelib o'qilaydiganlar kesalaring bo'laveradi mana. Hozir Qahramonjon oqimda ushuraman degandek qilyapti, borib ko'ring dedim. Yo'qsa o'tiramiz. Desam yo'q, qaytib kelyapti, yoqmadi shekilli, suv rosa ko'payib ketibdi. Baliqchilar o'tiribdimi? Natijalar bormi yo'qmi, hozir so'raymiz. Natija bor ekanmi? Natija yo'q, lekin tortishi zo'r. Natija yo'q ekan, lekin tortyapti ekan. Tortishi vobshe dahshat. Ha. Sindiraqlar, shara-shara qo'y, do'ng. A u oqim, shindiradi. Ko'ryapman o'zim. Tortyapti. Ana tortyapti ekan, chiqmayapti ekan. Tortyapti. Achchiq yo'lda o'qilaydiganlar kelaverasizlar. Baliqchilar o'tiribdi. Xo'p, mana Mingbuloqdan qaytyapmiz, men aytibdi, chiroyli zakin bor ekan. Akalar o'tirishibdi. Bormi natija? Bormi natija? Karas? Karas bor ekan, mana bir qarishlik karas chiqyapti ekan. Yo'lda bo'yda zakin. Mana ma'lum most, Toshkentga ketadigan most. Mostaydan o'tganda Farg'onaga qaytishdi. To'z eskidan karas chiqardi, hozir ham chiqyapti ekan. Yo'ldagi zakinlarni ko'rib ketyapmiz. Mana men aytdim, chiroyli zakin bor ekan, suv mutli ekan, vobshe zo'r ekan. Lekin oqim bor. Oqimni ko'pchilik yoqtirmaydi, mana Toshkent Andijon yo'li mana shu. Qaytishda zakinlar ko'rib qaytyapmiz. Oqimda ushuraman deganlarga, karas, marinka ushaman deganlarga mana shu ham zo'r joy bor ekan. Mana 219-kilometr ekan. Ey do'stlar, mana oxiri niyatimga yetdim. Mana bugun birinchi sazan. Sazan chiqarmikan, rosa kutdim mana. Beroqqa o'tib kelamiz. Yetarmikan? Botiring suvga. Ha, bo'ldi. Birinchisi bugun shuncha yurdik. Mana oxirgi sazanni ushadim oxir. Chiqaring. Hadi bay qoling.
Sarg'ayib ketibdi o'zi ham bechora. Mana do'stlar, oxiri sazanni chiqardik. Qarayga, qarang. Bugun oson bo'lmadi buni ushlash. Mana chist zakenni sapsariq sazani Yutib yuborib, malyoqqa oldi o'zi ham. Yo nimaga olibdi malyoqqa? O'sha yutib yuborgani uchun qo'rqmadim-da. Chiqib ketmaydi dedi. Mana do'stlar, qarang, qarang. mana sazan. Bugun oson bo'lmadi, birinchi balig'imizni ushlash, o'sha ham sazan chiqib turibdi-yu. Malyoqqa oldi. Xudoga shukr. Bugun ancha yo'l yurdik bu sazanni ushlaguncha. Mingbuloqqa bordik. Yoqdan qaytayotib, yerdan bitta joylardan to'xtab kelib, oxiri mayga kelib mashga tashlab o'tirdik. Hozir nimadamiz? Namangan ko'z orqasida zakenlarda. Mashatda malyoqqa oldi sazan. Sazan demak olyapti ekan, faqat kechki kilovda olyapti ekanda, kechki kilov bo'lyapti ekan. Hozir kech payti kilovda oldi bitta. Hozir yana o'tiramiz, qorong'i tushguncha endi o'sha yertamiz. Kelganimizga где-то 1,5-2 soat bo'ldi. Endi ketib boramiz deb tursak, yurib qoldi baliq. Hozircha shattabız. Shu Namangan orqasidagi, Namangan ko'z orqasidagi zakenlardan oxirrog'idamiz. Do'stlar, mana quyosh ham уже botdi hisobda. Bugungi ovimizni tugatamiz endi. Hozir kech kirganda bitta chiqqanicha boshqa chiqmadi. O'zim to'g'risi o'zim ham so'qatib qoldim. Birdaniga sovuq tushdi. Shunaqa bo'lyapti hozir oxirgi kunlari. Qishga yaqinlashgan sari birdaniga sovuq tushyapti kechga yaqin. Xo'p, batga yana kelamiz. Endi batga bo'lmaganda 2-3 marta kelinadi sovuq tushguncha. 20-dan keyin sovuq tushib ketadi deyapti. O'shangacha yana 1-2 marta kelsam, yana natijalar bo'lsa tashlayman. Qisqasi, bugungi ovimiz tamom do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, o narigisini ham tortyapti. Like bosib, podelиться qilish esdan chiqmasin. Kommentariyalarda ehtiyot bo'lamiz, to'g'ri kelgan gaplar gapirmaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ovga chiqinglar, dam olinglar, maza qilib, mana oxirida natija bo'ladi. Faqat kutish kerak, sabr qilish kerak. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Bugungi balig'imiz tugadi, mana qaytyapmiz. Xudo xolasa qolgan gaplar keyingi baliqda gaplashamiz. Ketdik. Mana Ulug'bek akam birinchi fochini Yo'qsiz chist zakenni sazan. yaltiraganni qaranglar. Tilla baliq o'kaz, tilla baliq. Malyoqqa chiqdi bu. Qullov bo'lsin. Teng bo'ldi. Qullov bo'lsin.